Tramp Kubani o'z nazoratiga oldi. Amerikaga qarshilik 67 yillik miting qarshilik nega bir pasda yo'qqa chiqdi? Xitoy yana Tayvanga ruhiy bosim qilmoqda. Pekinning orolni butunlay bosib olishdan boshqa maqsadlari nima? Assalomu alaykum. Bugun 22-mart yakshanba. Ortda qolayotgan haftada xalqaro maydonda ro'y bergan voqealarga birgalikda nazar solamiz. Nihoyat 3 oylik dengiz qamaldan so'ng Kuba AQShga quloq solishga va inqilob g'oyalariga xiyonat qilishga majbur bo'ldi. Washington amaldagi prezident uchun Amerikaga moyil vorisni ham tanlab qo'ygan. U Fidel Castroning nevara jiyani qisqichbaqa laqabli shaxs bo'ladi. Tramp o'z bosimini Kubada Rossiyaning eng yirik radioelektron razvedka obyekti joylashgani bilan izohlaydi. Nima bo'lganda ham Kuba Washingtonga qarshi 67 yillik dahanaki kurashdan so'ng nihoyat AQShga taslim bo'ladigan bo'ldi. Kubaning amaldagi prezidenti Miguel Diaz-Canel AQSh bilan muzokaralar olib borilayotganini, biroq bu rozilik Washington tahdidlari va 3 oylik dengiz qamali bosimi ostida qabul qilinganini hamma biladi. Chunki o'tgan yil dekabr oyi o'rtalaridan boshlab AQSh floti Kuba orolini qamal qilib bosimni bosqichma-bosqich kuchaytirib keldi. Natijada Kuba chuqur izolyatsiyaga tushib qoldi. Orol gumanitar va siyosiy halokat yoqasiga kelib qoldi. Energiya yetishmasligi sababli sutkasiga 10-20 soatlab elektr o'chib qolishlari boshlandi. Shifoxonalarda ham eng oddiy tibbiy vositalar yetishmayapti. Do'konlarda esa oziq-ovqat zaxiralari tugab bormoqda. Shunday voqealar ostida tartibsizliklar haqida ham xabarlar kelib tusha boshladi. Bu esa talon-taroj va kommunistik mulkka va idoralarni yoqib yuborish holatlari bilan bog'liq. Eslatib o'tamiz, shu yilning 3-yanvar kuni AQSh Venesuela prezidenti Nikolas Maduroni o'g'irlab ketgan edi. Ma'lumki, o'tgan yilda Kuba Venesueladan kuniga 26 million barrel neft import qilgan va bu uning energiya ehtiyojlarining qariyb yarmini qoplagan edi. Qo'shni Latin Amerikasi davlatida hokimiyat almashganidan so'ng hamkorlikni tiklashning hatto nazariy imkoniyatlari ham yo'qoldi. Amerika Meksikaga ham bu ishga aralashmasligini maslahat berdi. O'sha paytda Kuba hukumati qat'iyat va qarshilik ko'rsatishga tayyorligini namoyish etgan edi. Hukumat zudlik bilan qurolli kurashga o'tish maqsadida favqulodda holat joriy qildi. O'tgan asrning 70-yillarida sir bergan zanglab ketgan to'plarni sohilga chiqardi. Biroq Donald Tramp Nikolas Maduro qo'lga olinganidan bir hafta o'tgach Kubaga neft hamda oziq-ovqat ham o'tkazilmasligini ma'lum qildi. 30-yanvar kuni esa AQSh Kuba inqirozi munosabati bilan favqulodda farmon e'lon qildi. Ushbu farmon Washingtonga Kubaga neft yuborishga urinayotgan davlatlarga qarshi bojlar joriy etish imkoniyatini beradi. Hujjatga ko'ra, ozodlik oroli bo'lmish Kuba AQSh xavfsizligi uchun favqulodda tahdid hisoblanadi. Chunki ko'plab dushman davlatlar, transmilliy terroristik guruhlar va yovuz subyektlar bilan hamkorlik qiladi. Bu yerda gap Ludisdagi radioelektron kuzatuv radarlari haqida ketyapti. 1993-yilda o'sha paytda mudofaa vaziri bo'lgan Raul Castro bu obyekt Rossiyaga AQSh haqidagi razvedka ma'lumotlarining 75%gacha yetkazib berganini aytgan edi. Biroq bu yerda bir noaniqlik bor. Chorak asr avval Washington bosimi va iqtisodiy muammolar tufayli Moskva bu bazani yopgan edi. 2014-yilda uni qayta tiklash haqida xabarlar chiqqan, ammo Vladimir Putin buni shaxsan rad etgan. Demak, Tramp bu masalada ochiqcha shubha bildirgan. U radioelektron stansiyani hali ham faoliyat ko'rsatyapti deb hisoblaydi. Kuba prezidenti baribir do'stona variantini tanlagan ko'rinadi. Shu tariqa Che Guevara, Fidel Castro va Kuba inqilobi g'oyalarining davri ham yakunlandi. Amerika yana Kuba orolida g'olib bo'ldi. Butun dunyo Tramp boshlab bergan urushlar bilan band bo'lib turgan bir paytda Xitoy yana Tayvanni bosib olish masalasiga qaytdi. Xitoy Xalq Respublikasining 26 ta harbiy samolyoti va 7 ta harbiy kemasi Tayvan iqtisodiy zonasiga kirgan. Ularning 16 tasi bevosita xavfsizlik zonasida qayd etilgan. Bu hodisa Tayvan parlamentining AQShdan yana qurol-yarog' sotib olish qarorlari fonida yuz berdi. Bu bosqin emas, bu psixologik bosim hisoblanadi. Albatta, Tayvan ham indamay qarab turgani yo'q. Tayvan qiymati kichik bir davlat byudjetiga teng bo'lgan o'z qiruvchi samolyotlarini havoga ko'tardi, kemalarni chiqardi va radar tizimlarini ishga tushirdi. Shuni ta'kidlash kerakki, 2020-yildan buyon Xitoyning Tayvanni qo'shib olish haqidagi ritorikasi va amaliy harbiy harakatlari tobora kuchayib bormoqda. Masalan, so'nggi marta shunga o'xshash holat 6-mart kuni qayd etilgan edi. Undan oldin ham shunday vaziyat 27-fevral kuni kuzatilgan. Buning sababi shundaki, 12-mart kuni Tayvan parlamenti AQShdan 9 milliard dollarlik qurol-yarog' sotib olish to'g'risidagi kelishuvni ma'qulladi. Ya'ni hukumatga AQShdan katta miqdorda harbiy texnika sotib olishga ruxsat berildi. Ushbu paket asosan HIMARS raketa tizimlari va Javelin tankga qarshi raketalarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari 16-mart kuni Tayvan parlamentida
AQShdan qo'shimcha ravishda 14 milliard dollarlik qurol-yarog' sotib olish masalasi muhokamaga qo'yildi. Bu Tayvanning harbiy salohiyatini sezilarli darajada mustahkamlashi shubhasiz. Hozirgi vaziyatda yana bir muhim omil bor. Ma'lumki, AQShning 7-floti Janubi-sharqiy Osiyo mintaqasida joylashgan. Biroq Eron bilan bog'liq mojarolar tufayli bu flot kuchlarining bir qismi ayni paytda Yaqin Sharqqa ko'chirilgan edi. Bunday vaziyat ma'lum ma'noda AQShning diqqati hozir boshqa mintaqada jamlanganini anglatadi va bunday sharoitda Xitoy ham o'z harbiy salohiyatini namoyish etishga intilmoqda. Shu bilan birga bunday parvozlar va harbiy harakatlarni Xitoyning Tayvandagi radar va kuzatuv tizimlarini tekshirish bilan izohlash mumkin. Chunki Xitoy samolyotlari yoki kemalarining Tayvanga tegishli hududga kirishi haqidagi ma'lumotlar asosan shu radar tizimlari orqali qayd etiladi. Shu bilan birga Xitoy hozirgi vaqtda 5-avlod qiruvchi samolyoti J-20 ni takomillashtirish ustida ishlamoqda. Bunday parvozlar mazkur texnologiyalarni sinovdan o'tkazish uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Shuning uchun Xitoy bu mintaqada muntazam ravishda harbiy mashqlar o'tkazib turilishini e'lon qiladi va u yerda harakatni vaqtincha cheklaydi. Bunday signallar faqat Tayvanga emas, balki Yaponiya va Janubiy Koreyaga ham qaratilgan. Zero Tayvan bo'g'ozi orqali Yaponiya va Koreyaga yo'l olgan ko'plab savdo kemalari o'tadi. Xususan, Malakka bo'g'ozi orqali o'tayotgan neft tankerlarining katta qismi aynan shu yo'nalishdan harakat qilishadi. Bundan tashqari, Tayvan bo'g'ozi Xitoy uchun Tinch okeaniga chiqishdagi strategik yo'llardan biri. Garchi Xitoy muqobil logistik yo'l sifatida bir yo'l bir kamar loyihasini muvaffaqiyatli yakunlayotgan bo'lsa-da, Malakka bo'g'ozi yo'lidan umidini ham uzmaydi. Ammo ortiqcha qaram bo'lib qolishdan ham qo'rqadi. O'tayotgan haftada xalqaro munosabatlar maydonida ro'y bergan voqealar yuzasidan tahlillarimiz shulardan iborat edi. Kirib kelgan qo'shaloq bayram, Eid Ramazon va Navro'z kunlari hammangizga muborak bo'lsin. Dam olish kunlaringiz yaxshi o'tsin. Keyingi yakshanbada ko'rishguncha xayr.